muhim voqea. G'ijduvon tuman sog'liqni saqlash bo'limiga qarashli yangi gemodializ bo'limining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tmoqda. Quvonchli kunda turibmiz. Yuqorida ta'kidlangandek, ko'p yillar davomida tumanimizda buyrak kasalligi bo'lgan fuqarolarimiz qiynalib, mana gemodializ olish uchun viloyat markaziga yoki qo'shni tumanga borib kelar edi. Biz bugun yana bir o'sha prezidentimizni inson uchun tamoyili siyosatini mevasini ko'ryapmiz. Albatta barcha tuman xalqini sog'liqni saqlashni shu bir yangi muassasa bilan tabriklayman. Mana yangi yil ostonasida turibmiz. Fursatdan foydalanib barchangizni yangi yil bilan tabriklamoqchiman. Ishlaringizga omad tilamoqchiman. Xonadonlaringizda baraka arimasin, yurtimizni mana shu rivojlanishga ko'z tegmasin. Hammalar sog' salomat bo'ling. Muhtaram prezidentimizni tibbiyot sohasidagi islohotlarni davom ettirish maqsadida mana bugun G'ijduvon tumanida gemodializ bo'limini biz qurib bitkazilib xalqimizga foydalanish uchun topshirdik. To'g'risi oldin xalqimiz ovora bo'lib Vobkent tumaniga, Buxoro shahriga gemodializ muolajasini olish uchun murojaat qilishardi. Bugungi kunda kelib biz zamon talablariga mos yuqori texnologiyali Yevropa mamlakatlaridan 6 ta sun'iy buyrak apparatini olib keldik. Bu albatta xalqimizga yana bir marta tibbiyot sohasidagi qulaylik desak mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari biz Buxoro davlat tibbiyot instituti bilan hamkorlikda aynan gemodializ bo'limimiz o'zida yuqori texnologiyali buyrak o'chirish jarrohlik amaliyotini bajarishni oldimizga maqsad va vazifa qilib belgilab oldik.